Biz endi sizlar bilan glavniy vkladkasindagi komandalarni ko'rib chiqamiz. Menda namunasilar bor. Birinchisi bufer обмена. Bu namunasi. Misol uchun mana shu yerda shu tekstni ko'pilab oldim, Ctrl S atdim. Keyin tushamanda bu tekstdan Ctrl S atdimmi? Endi bitta вставить payini hozir buni oxirgi betini tushirtiring. Bu yerda вставить bir de har xil ko'rinishda qo'yib ko'rsak bo'ladi. O'zi chiqarib beradi. Buni hali ustiga bosmadim. Bo'lgan mishkamni ustiga olib borib ko'rib turibman. Tekst ko'rinishida специальная вставка по умолчанию. Kopiya qilgan narsalarimizni shudan tashlasak bo'ladi. Ctrl va keyin выразительni ko'rdik. Выразительni bosamizdan выразитель bosa kirib oldi. Endi bir pastroqqa tushib turib, bir qo'yib bersak yana tushadi. Bir de olib keladidan pastroqqa qo'yib berdinglar. Выразитель kopировать bilamiz. Ctrl C. Format по образцу. Bu namunasi. Misol uchun, buni oddiy qilib tushuntirsam, misol uchun bu cho'tka yoritib qo'ydik-ku, cho'tka. Cho'tkani misol uchun kraskaga batırib, keyin devorlarga bo'yasak, devor bo'yaladi. Keyin boshqa devor ham shu kraskadan bo'yatsak, yana shu boshqa devor ham bo'yaladi. Endi bu yerda nima deyapman bu bilan? Qarasak, yana o'shani devor desak, boshdan buni bo'yaymiz o'zimiz. Yana o'sha arkasi qora, arkasi sari, endi bu tekstlarimiz qizil chiqdi. Endi buni ham shunga bo'yayapman. Shunga o'xshatib. Ishlayman, buni tanlaymandan, keyin bilan bosib chiqaman. Menda aksiyadagi varianti bor. Birdan bir yerini tanlab turaman, bir ozgina yeridan bo'yab olishim kerak. Format va образцу. Buni tanladim. Endi qarasam, yana bu mishkam yanında cho'tka chiqdi. Shunda tanlab beraman buni. Bizlar shunda bo'yab beradi ekan. Biz yana ustida bir sorini tanlab, tekstdagi qizilni tanlab o'tiramiz. Shu kraska, shu cho'tka bizlarga yordam beradi. Endi keyingi ko'radigan narsamiz bizda yana bitta shriftlarimiz bor. Stillar. Shriftning stillarini. Stillar desak ham bo'ladi, shrift desak ham bo'ladi. Banda shuni razmeri. Biz asosan Times New Roman'dan foydalanamiz. Times New Roman keyin 14 shriftda. Endi Times New Roman'dan foydalandik, 14 ni tanladik. Qaranglar, hozir shu hammasini belgilab olamandan. Times New Roman 14lik. Xo'p. Keyingisini ko'ramiz. Endi bu жирный. Buni qisqa klavishasi Ctrl B. Yozib ketamiz buni. Ctrl plus Ctrl plus B. Hozir Deixa merak ettim. Ctrl B. Ha, tushundim. Yine. Ctrl B. B жирный. Жирный. Buni kichkina o'z ustidan bo'yab ketaman. Mana shu ustidan tanlaymandan Ctrl B ni bosdim. Endi qaranglar. Ctrl K urdim endi menga. Ctrl K. Buni qisqa klavishasi Ctrl plus I. Shuni bosib ko'raman. Ctrl I. Qarasam meni ham boshqa tashlab berdi. Sal o'ngga qaytdi bu. Tashladi. Keyingisi Ctrl endi misol uchun teyindan chizib ekanmi? Buni keyin Ctrl plus Q. Bu yerda yana inglizcha simbolini, inglizchasini bosh harfi bold, yana bu italic, yana bu underline. Ctrl plus U. Hozir Ctrl U ni bosib ko'raman. Yana teyindan chizib berdi. Endi keyingi ko'radiganlarimiz bu yana o'rtasidan chizib berar ekan. Buning qisqa klavishasini bilmadim. Topsangizlar, menga aytinglar. Buni bosib ko'raman. Ustidan chizib berdi. Shudagi so'zlarimiz, gaplarimiz xatoda. Misol klaviyatsida ko'rdik buni xatolab shunday ko'rsatib beradi. Shuning joyiga vaqtida xatolab aytsak bo'lsak, yana ustidan chizib ketamiz buni. Endi qarasak, keyingisi ko'radiganimiz bilan x ni pastdagi indeksi i darajasi. X dagi pastdagi indeksni qachon foydalanamiz desak, misol uchun kimiyada H2O Maku H2O. Bu yerdagi 2 ni ishlatib masalan tushiramiz endi.
ikkini tanlab olamiz beshigimiz bilan yana. Tepedagi x bosamiz. Yapasa tushdi. Endi bu darajani nazarda ko'rsak, misol uchun matematikamizda a plus buni Gauss kvadrati bo'ladi. Buni ochib chiqsak, a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Qarasam kvadratlarni ko'tarilib turibdi. Buni tanlaymandan. Endi buni bossam yana yuqori chiqdi. Keyin a kvadratni bedagi 2 ni tanlayman. Keyin b kvadrat. Hamma biladigan oddiy formulamiz Gauss kvadratini ochish. Mana shunday deb kvadratlarni ko'tarib qo'yamiz. Endi qarasak, keyingi ko'radiganimiz mana bu narsalar nima ekan bular. Misol uchun hozir men tekstni tanlab ko'raman. Bedeni shuni bossam, kattayib turibdi bunda. Buni bosib ko'raman, kichayib turibdi ekan. Zo'r. Shunda bu kattaytirib kichaytiradigan knopkalarimiz ekan bu. Keyin buni yonindagi meni katta, kichkina bu nima ekan bu? Ustini bosib ko'rsam, mana qarang. Firstda buni emas, ikkinchisini ko'ramiz. Все строчныйlar bu hammasi kichkina harf bo'ldi. Belgilab qo'ygan tekstimiz, shudagi tekstimiz kichkina bo'ldi. Endi все прописныйni bosamiz. Bunda hammasi katta harf bo'lar ekan. Keyin начинать с прописных buni bossam, har bir so'zim katta harf bilan boshlaydi ekan. Nuqtaga qaramaydi ekan. Endi изменить registrini bossak, teskarisi bo'ladi ekan. Har bir so'zimiz katta harf bilan boshlangan bo'lsa, endi har bir so'zimiz kichkina harf, undan keyingi harflari katta harfdan bu. Endi qaranglar. Endi birinchi navbada bu. Buni bosib ko'rsam, как в предложениях degani gapdagi gradand o'rnida qo'llaniladi. Bu degani misol uchun gap birinchi narsa birinchi so'zini birinchi harfi katta harf yoziladi, keyin ketadi. Keyin nuqtadan keyin katta. Yana nuqta bo'lsa katta harfini. Bu shu ko'rinishida. Endi qarasak, bu nima ekan bu? Buni bossak, очистить formatirование degan ekan. Misol uchun hozir bu yerda biz o'rtasidan chizib qo'ydik-ku, mana shuning ko'rinishida berib. Hozir shu очистить formatni bossam yana, o'shani yo'qotib berdi. Yo'qotib berdi. Buning ham qisqa klavishasi bor. Buni qisqa klavishasi Ctrl plus probel. Probelimiz bu uzun knopka bor, o'shada birdan uzun knopka bor. Shu. Endi qarang, hozir buni tanlayman-da. Ctrl probelni bosaman. Ana o'chdi. Buning ham shu qisqa klavishasi Ctrl probel ekan. Endi qaranglar, pastda endi a, keyin a bor ekan. Keyin cho'tka tena chizib qo'ygan, keyin ani chizib qo'yibdilar. O'zimdan qarab bersak ham bu tekstlarning stillari ekan bu. Şöyle tanlaymandan, yine bir de çizgisi bor tepasida. Shuni bosib ko'rsam, har xillari chiqadi. Mana ko'rdikmi? Mana shuningiz. Endi qarasak, bu yoqda ham nima ekan? Bu tena chizib turamiz, shunda tekstlarimizni tena chizib berar ekan. Yine shu tena chizdi, shu orqa tarafidan endi shu. Orqa tarafini chizdi. Yine bo'lsa endi bu nima ekan? Buni o'ylab ko'rsak, qarasak, harf turibdi, a harfi turibdi, shunda tekstlarni ranglarini o'zgartiradi ekan bu. Bo'lajak bo'ladi. Yonboshini bossagina har xil svetlarimiz bor bu yerda. Bizada bo'lgan avto qora rangda. Endi biz hozir pastdan qizil rangni tanlasagina qizil rang o'tdi. Boshda tanlaymiz, keyin bir rangni bosamiz. Misol uchun hozir bu yerda yozib tursam qorada turibdi-ku. Endi bu yerda hozir qizilni bir marta bosib qo'ysam, ketdan bas qizil bo'lib ketaveradi. Endi hozir buni formatini o'chirib berishni cheklasak, yana bu yerda Ctrl probelni bosdik-ku. Shundan Ctrl probelni bir bosib beramiz, yozib kelsak qoraga ketaveradi. Formatini o'chirib berdi.